Hurmatli pena-beton ishqibozlari, mana hozir pena-beton quyapmiz. Uylarning ichiga steyajga, ikkinchi etajda mansardli poliga. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar, qilib beramiz, xudo xolasa. Bu arzon topli izolyatsiya, ham izolyatsiya bo'ladi, ham steyajga bo'ladi. Issiq sovuqni yaxshi tuyadi. Qurt qumuqqa kalamish bo'lmaydi, qattiq bo'ladi. Tepasi yursangiz oyog'ingiz botadigan bo'lmaydi. Tepasida buni topli pol, laminat, parket, gilam solib o'tirishingiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa qilib beramiz. Nomerlarimiz 91lik 654 4802. Mana kattasi ham chiqdi. Shunaqa xizmatlarga yursa aytaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Xizmatdamiz, aytaverasizlar akalar. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana hozir Kosonsoyga kelyapmiz. Mansard ekan. Mansard uyda. Mana stage ikkinchi etajga stage qilyapmiz mana. Mana ishtagamiz. Bo'lyapti. Yana stage qilyapti mana. Hormaysiz aka? Charchamayapsizmi? Fantanga o'xshab otilib chiqyapti bu. Bu pena-beton deylar ekan. Uylarning ichiga bunaqa plita bosilgan, plitaning ustidan stejga qilinyapti hozir. Issiq sovuq yaxshi edi. Xolasa. Lombozlarga ham qilinar ekan bundan. Xizmatlar. Nomerlari 91lik 654 4802. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatda sizlarimiz. Ko'ngilli qilib mana